Kömür bile çakayım. Sizlarga ham chaqiraymi amca? Ho, ag'aynar. Otadan ham bir shovli qoldi. Ichi to'la uni ham qarz. Aka sho'xlik qilmang. Bir ko'rayqana otamizda bir narsa qolgandan. Otamizdan bir narsa qilgan bo'lsa edi, albatta bir vasiyat qilishadi. Otamni bir ko'nak kattasi bor edi. Doim borishni aslo qo'yib jaqishadi. To'yga borib shuni bir olib kel qana. Bir borib shuni olib keleyim. Qildir amni shuni ichiga. Ko'r qana ukam. Bu yak barachi qarisiga to'lib ketgan ekan. Assalom. Ko'r qana kimdan nima ekan? Qarzlar ekan. Bir jonajon Amdoli bor aqo'm. Kim uni oti? Haligi Tursunboy deydi qum. Shundan ekan. Qana qarzlarniga? To'rkan hay Bobur aka boraylik hay. Say takina. Assalomu alaykum Tursun aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ukam yaxshimi jon? Assalomu alaykum. Yaxshimi? Sog'lik yaxshimi? Qo'shing o'tiring qana. Mana bunda. O'tiring. Xo'sh kelding. Baxayr bo'lsizlarmi? Baxayr bo'lsinmi? Xo'sh kelding. O'liklar maydakat yaxshi edimi? Nima yoromlik edimi? Xudovan rahmat qilsin, bechora otalar ham yaxshi odam, yaxshi do'stlar edi. Xudo rahmat qilsin, dunyodan ketdi. Xudovan mag'firat qilsin. Ko'p yaxshi odamlar, ko'p jonajon yaxshi odamlar. Ukam xayratmi? Amalan jilib kelibsizlaring, ag'ayinlaring, ukalaring bilan. Aka. Odam xeyli qarzlar ekan sizga. Zalik bola ham yo'qdi. Qanday bo'ladi shuni? Hali qismay to'xtasangiz. Daftarga bor. Qana qaysi daftar, qaysi kitobcha bu narsa bormi qo'llaringga? Bor ayang. Daftarga qarzlar ekan siz. Ha. 10 million. Ayna ukalar mana ukangam bor amalang mashallah bir joyga kelibsizlaring. Pul ko'p yaxshi bo'pti. Gap shulki bu 10 million degan ba'zi gaplar bor. Meni qo'limda ba'zi asnadlar bor. Ana buni kelgandan ko'p xo'sh bo'ldi, men o'zim borasi edim. Yaxshi bo'ldi, o'zlaring keldilaring, o'zlaring bilan mana shu zindalik, tirikchilik, men ro'zg'or odamman, bora olmadim. Xo'p, gap shulki 10 million emas, 10 million men ona qarzdorman. Qarzdor emas, balki meni oldimga foydasini qo'yib ketgan. Xo'p, yaxshi odammadiki, menga ko'p e'timod qilishadi. Ikkinchi gap shulki otalarim ko'p jarayon bor. Otalarning ko'p jarayon bor, sizlar tuzuk bachemizlar, hammalar vada mana bu mayda ukangda yaxshi edi, dars marsa o'qiydi, mana sizlar mana shu ko'chalarga jirchilar, sizga e'timod qilmoqchi edi. Shuning uchun sharoitlar xarob edi, shu asnod masala meni qo'limda edi, pullar meni qo'limda. Lekin otalarim menga bir shart qo'ygan. Ki men pulni o'sha dalga beraman sizlarga. Gap shulki sizlar tuzuk odam bo'lsalaring, pullaringni, yerlaringni, asnodini qo'lga beraman, bo'lib beraman borib. Ana har qaysing o'z zindaringga tirikchilikni qilgan. Qani endi va'da qilasizlarmi? Bali yo'q. Va'da qilasanmi sen? Ana bundan keyin va'da paymon shulki qo'l berasan menga. Sen bir darsingni davom berasan.
Ana sen ham qaysi jomujo'rga jirmaysan, faqat degan gap shulki, nima ish qilasan? Tuzu jo'rga jirasan. Mana men jelang bo'lib beraman asnod bor gap Alibek shu uyda-da. Olib qo'ldan topshiraman. Ana yerdan borib qaysi yer jiruvchi bo'lsa, kimga yer jirlaylik mana bo'lib orqasiga bir ro'zg'orlarni zindalangan bo'lmadi. Qaysi xizmat bo'lsa, men bu uydan chay aytilateyin. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Ha? O'tirgan chay aytilateyin. Salomat bo'ling. Qaba xayr bo'ling, xayr. Bega mushtarilarim kelyapti do'kon. Xudo baxayr bo'lsin, baxayr. Xudo xo'sh kelding, baxayr. Bachılar, Tursunboy akam kelyapti. Mana yerlar bizniki ekan bu yerlar, ko'rlang. Yerlar. Yerlarda bor yaqina boshqa bora-bora bo'lib kelaman degan shu. Jiringiz o'tna. Keldi hoji. Yaxshiman. Xayr bo'lsin. Qarorlingmi? Sog'lig'ingiz keldingmi yerga? Keldik ayang. Men yerni ko'rasizlarmi bu? Majid. Majid ayim mana shuni olib tomlashman ham mukammal sizlar yerlar. Buni har kim dehqonchilik ki buni nasib men olg'ichadim. Pulgarcha buni otama berdi. Yo'q edi. Dehqonchilik haydaganlar, dehqonlar. Lekin yer sizlardiki edi. Majid hamma sizlarniki. Lekin otang nasihat qilib ketgan. Men shuni aytaman. Sen katta bo'lsang, xoma. Sen mana shu biz sadaqatni labdan olib, mana shuni seniki bo'ladi. Mana shu mana. Voy, mana mantaqa seniki mana bir ko'cha keladi. Ha, maydaroq ko'cha talaganki, katta motor keladi. Masalan, biz sadaqa chiqarsak, buruq seniki bo'ladi. Mana buruq ham, mana buruq. Daqdan mana bu sadaqa mukammal buruq seniki bo'ladi. Mana mayda ko'langan mana buruq, mayda ko'langan mana mukammal ko'chaga labdan keladi. Shuni otang nasihat ketgan. Bil mayda balgalarga tajriba tushunmaydi. Toki nima qiladi? Ana bu mayda gap tushunmaydi ular. Majbur qilasan shu saraklarni bunga bergan. O saraklar bo'yat bizga tegsa-da. Saraklarni otang nasihat ketgan. Hali sen o'zingdan qo'rqib bilan otang qarasar deb. Hatto nima qilsa qabul qilma. Qarasa haltini bersa jana menga tuninga sizlar adi faymon bir bilan janjal. Agar ko'p nima qilmaysan, mana men asnotdan kelganman, gapirib kelganman, otam mukammal asnotdan mukammal menga kelib ketgan asnotlar bilan buni ayni sobiq asnotni ko'rmaysan, mana sobiq asnot nima bo'ldi? Shuni nima tushunmaysan men gapni? Yo'q, boyat saraklar bizga taqsim bo'ldi. Deysan, tamom. Hali qabul qilma, tashlayman beraman yoki nima qilib nima keldim. Ha. Aya 10 ming bankdan men nima sarofiga borib sarofni adresini borib olasiz. Tursun aka, mana shu biz akamiz bo'ladi. Hamma gap mana shu qo'lda. Men qilmayman. Qabul qilaman. Tamamlashdi mana shunga-da. Sayma qabul qil. Boyat bag'i taqsim bo'ldi seni. Babacha qabul qilgan. Aslida qabul qilsam qilmaysan babacha. Asnat. Sayqa javob atadi. Ha, xudo bizdan ham asnat katta ekanini qo'liga keyin asnotni keyin bularga bo'lib berdim. Xo'p, ukalar. Birga o'tirdik, ular o'zlaring bilasizlar-ku, ular yer san'at manadan biz qo'limizga tushdi. O'zlaring bilasizlar-ku, ular boshqa yenidan hali bugun bega yo'qdi. Arsalon. Xo'p, nima qilamiz? Mana shu unga o'g'il o'qitdi, otani zindaliga o'qidi, arbolat qildi ular. Mo'tarom mindi. Mana ular bizga hech bola yo'qdi. Mana yer ham topilibdi. Onu beyan qilyapti. Qalandar nima deydi aka? Rost berdi. Gapi. Aka gap shu. Arsalonga yer ber yo'q. Biling. Arsalon kelyapti. Tarkamatavdan javobdi. Sizlar hammadan gaplaringizni eshitdim-ku. Hammamiz bir otani bolasi, sizlar qilmagan ishlaringni. Arsalon, seni aqling yo'qdi. Baydalki,
Sen otanın zindeliği okudun mu, bedar muhterem bindin mi? Sanatlarını ben gördüm, hammasi bedar men nomma ekan. Otan murasiyet berib ketdinki, haq bermadi bunaqa. Ba'dim kelsam buni qalandirga ham bermayman, bedar botirga ham haq bermayman. Aka sizlar shu ishlaringizni qilmanglar. Sizlar shayton ko'tarmasin, ma'zur motormingizni bilingizlar. To'nkasiga haq bor yo'q. Gaplaringiz shu bo'lsa, mana men ketaman. Shu yer ham sizlarga, shu mulk ham sizlarga. Agar meni o'qi desalaring, meni qaytmay tushinglar. Meni qaytmay kelmasalaring, men orqamni o'rtasini kesaman. Aka sho'xlik qilma. Bir ko'rya qara otamga nima saqlab Ha, otamizdan bir narsa qilgan bo'lsa edi. Albatta. Ya, ko'p gapirsan, bo'lar qilgan. Sen meni ko'p ta'dir qiladi nima uchun? Sizlarga hamma gaplaringizni eshitdim. Sizlarga shayton alanmasin. Sana bir baravar nima kulasang? Camera action. Omada qildi siz. Assalom. Sabır. Boyun sen kötü. Boyun